Bugun sizlar bilan men uchun juda ham muhim bo'lgan mavzu, bir tarafdan ham og'riqli, lekin ikkinchi tarafdan juda ham mo'jizaviy bo'lgan mavzu haqida suhbatlashmoqchiman. Bu aynan o'zimning shaxsiy yengil tug'ruq tajribam haqida bugun sizlarga aytib beraman. Odatda jamiyatimizda tug'ruqga tayyorlanish, raddomga sumka yig'ish, raddom tanlash, akusher tanlash bilan chegaralanadi va hattoki tug'ruqga tayyorlanish kerakligi haqida ham bosh qotirib o'ylab ko'rilmaydi. Afsuski, men ham xuddi shu tartibda birinchi farzandimga homilador bo'lganimda bu narsa haqida umuman o'ylamaganman va o'ylagan narsam faqatgina qaysi raddomda tug'aman, qaysi doktorga borganim yaxshi, qaysi ginekolog yaxshi va hokazo. Lekin tug'ruq o'zi qanday jarayon, qanaqa kechadi, men qanday qilib o'zimga yordam bera olaman, hozirdan nima qilishim kerakki, tug'ruqda menga yengilroq bo'ladi, osonroq bo'ladi. Bu haqida hattoki o'ylab ham ko'rmaganman. Lekin bir kun oldimdan reklama chiqdi va bu rossiyalik akusherkani tug'ruqga tayyorlov kursini reklamasi edi. Bu men o'zim homilador bo'lganim uchun jalb qildi va men o'sha havola orqali o'tib ko'rib chiqdim. U yerda bepul kurs taqdim qilinganda, mana bemalol bepul kursdan foydalanib tug'ruqga tayyorlanishingiz mumkin deb bir nechta darsliklar berilgandi va darsliklarning ichida turli xil mashg'ulotlar, ovqatlanishga doir maslahatlar va tug'ruqni yengillashtiruvchi texnikalar barchasi ko'rsatilgandi. Ammo ushbu kursni o'tgandan keyin pullik kurs ham taklif qilingandi va uni bemalol xarid qilib, yanada chuqurroq, yanada ko'proq, yaxshiroq organizmni tushunib shug'ullanish mumkin ekanligini bilsam-da, o'sha vaqtda negadir ziqnalik qilganman. Chunki bu narsa muhim emas deb o'ylaganman, ammo mana shu bepul ma'lumotlardan foydalanib tug'ruqga tayyorlanishni boshlaganman. Bu reklama oldimdan taxminan 7-8 oylik homilador bo'lgan vaqtimda chiqqan va ushbu tekin ma'lumotlardan foydalanib 2 oy davomida, ya'ni tug'ruqga qadar tayyorlanishni boshlaganman va juda ham ko'p foydali ma'lumotlarga ega bo'lganman. Raddomda hattoki tug'ruqdan keyin farzandimga qanaqa parvarish qilishim kerakligi, nimalarga ahamiyat berishim kerakligi barchasi ko'rsatilgandi. Va mana shu ma'lumotlar asosida tayyorlanishni boshlab, 2 oy vaqtim qolgan bo'lsa ham, vaqtni ketkazmasdan mashg'ulotlar bilan shug'ullanib, o'zimni tug'ruqga tayyorlashni boshlaganman. Lekin bu vaqt juda ham kamlik qilgan, ham mana shu pullik kursini olmaganimdan keyin afsuslanganman. Chunki shunda ham menga ma'lumotlar yetarli bo'lmagan va o'zimga ishonchim yetarlicha oshmagan va tug'ruq kuni kelganda biz raddom tanlaganmiz, vrach gaplashganmiz va ushbu vrach shunchaki telefonni ko'tarmagan. Bu balki meni yoshlik qilib yaxshilab gaplashmaganimdan bo'lgan bo'lishi mumkin, yoki men vrach tanlashni o'zim bilmaganman, yaxshi vrachni farqiga bormaganman, ammo o'sha kuni menga yordam juda ham kerak bo'lgan kuni ushbu vrach shunchaki qo'ng'iroqni ko'tarmagan va menimcha bir 60 marta telefon qilganmiz. Keyinchalik esa shunchaki men operatsiyada edim deb, biz albatta tug'ruq jarayoni uzoq vaqt davom etadi. Bir kun davomida davom etishi mumkin, 12 soat davom etishi mumkin va 12 soat ichida biron marta telefon ko'tarmaslik bu albatta mas'uliyatsizlikka ham kiradi. Va majbur bo'lganman o'sha tug'ruqxonadagi dejur vrachni qo'lida farzandim dunyoga kelgan. Lekin ilk tug'rug'im yomon o'tgan demayman-ku, ammo men to'g'rilashim mumkin bo'lgan xatolar bor edi. Birinchisi bu o'sha tug'ruqxonaga o'zim vahimaga tushganim va tug'ruqxonaga vaqtli borganim va qancha vaqtli borsangiz, shuncha aralashuvlar ko'proq ehtimoli bo'ladi. Ya'ni o'sha medpersonal sizni shoshirishi mumkin yoki qo'shimcha ravishda medikamentoz ravishda sizni tug'rug'ingizni tezlashtirish uchun preparatlar ishlatishi mumkin. Men albatta bularni barchasiga qarshilik ko'rsatishga harakat qilganman va misol uchun o'sha oksitosindan foydalanish kabi texnikalardan voz kechganman va shularni menga taklif qilishgan.
qilingan. Bu narsa tug'ruq jarayoni boshlangan onaga juda ham katta bosim bo'ladi. Ya'ni seni tug'ruq jarayoning to'g'ri kechmayapti, o'z vaqtida bo'lmayapti degan gaplar, senga yordam berishimiz kerak, senga preparatlardan foydalanishimiz kerak degan narsa albatta men bilan nimadir nito bo'lyapti, menda muammo bo'lyapti, menga yordam berish kerak yoki shu barcha bosim vahima ta'sir qiladi onaga va bu tug'ruq jarayonini undan battar sekinlashtirishi mumkin yoki izidan chiqarishi ham mumkin. Chunki ushbu stress albatta adrenalin oshib ketishiga sabab bo'ladi va adrenalin oshib ketganda oksitotsin gormoni kamayib ketadi. Bu o'sha oksitotsinga ta'sir qiladi. Bizga juda ham kerakli bo'lgan gormon tug'ruq jarayonida bu oksitotsin gormoni. Va mana shu bosimga uchrab, lekin tug'ruq jarayonigacha hech qanaqa aralashuvlarsiz borishga muvaffaq bo'lganman. Bu yerdan tug'ruq jarayoni, bu yerdan og'riqlar, lekin boshqa tarafdan siz yana bu medpersonal bilan kurashishingiz kerak, ularga yo'q deyishingiz kerak, tushuntirishingiz kerak siz buni xohlamayotganingizni va tug'ruq jarayoni hammasi normada kechayotganini, bizda hali vaqt borligini, aralashuv kerak emasligini ularga tushuntirib gaplashib o'tirishga ham holingiz bo'lmaydi va bu onaga juda ham katta bosim bo'ladi. Tug'ruq jarayoniga tushganimizdan so'ng o'sha men iltimos mana shu qoidalarga amal qiling, menga ortiqcha manipulyatsiyalar qilmang deb o'sha talab qilganimda, so'raganimda, ya'ni talab qilmaganman, do'stona kelishganmiz va ular o'sha hayron bo'lishgandi. Siz doktormisiz yoki o'sha meditsinskiy o'qishda o'qiysizmi? Shunchalar hayron bo'lishlik darajadaki onalarimiz bu narsalarni bilishmaydi, so'rashmaydi, hattoki bu haqida gaplashmaydi vrachlar bilan, nima qilish mumkin, nima qilish mumkin emas. Lekin shu gaplashgan bo'lsam ham, ularga tushuntirgan bo'lsam ham juda ham ko'p manipulyatsiyalarga uchraganman. Bu birinchidan ular meni juda ham shoshirishgan. Tezroq bo'lishing kerak, farzanding qisilib qoladi, havosiz qolib ketadi va hokazo. Mana shunga o'xshagan qo'rqituvlar va hozirgi paytda yana bilimimni oshirgan paytimda bu juda ham kulgili tuyuladi, chunki bola hali o'sha tug'ruq jarayonida, u qorningizda, tug'ruq jarayonida u nafas olmaydi. Ya'ni u faqat kindigi orqali oziqlanadi va nafas olish kerakligini va qanday qilinishini ham bilmaydi. Faqat tug'ilganidan keyin, kindik kesilgandan keyingina nafas olishni boshlaydi va shu kabi qo'rqituvlar ham onaga juda ham ta'sir qiladi. Umuman asossiz bo'lgan gaplar. Va ikkinchidan qilingan manipulyatsiyalar bu oldin avval juda ham ko'p buni qo'llashardi va mana birinchi tug'rug'imda ham, birinchi farzandimda ham buni qo'llashgan. Ya'ni qoringa bosib bola chiqishini tezlashtirish. Ya'ni onani qorniga ezib pastga itarish. Bu Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan qat'iyan man qilingan texnika ekanligini keyin bilganman, ya'ni tug'ruqdan keyin bilganman. Juda ham o'zimda aybdorlik hissi his qilganman. Men shu narsaga qarshi kurasha olmaganimdan. Chunki keyinchalik bolani o'sha bosh miyasida ham asoratlari bo'ladi, tanasida, tonusida. Mana shu bosim bo'lgan paytda eng birinchi xavf bu onani qovurg'alarini sindirish xavfi. Va bu juda ham ko'p uchragan. O'sha butun dunyoda bu texnikani qo'llashganida onani qovurg'asi singan holatlari ham kuzatilgan. Ikkinchidan, hali tayyor emas yo'llar, hali ochilmagan tug'ruq yo'llari va bolani majburlab itarish buni birinchi o'rinda boshiga bosimni oshiradi va albatta boshidagi, bo'ynidagi travmalariga olib keladi. Va juda ham asoratlari ko'p bo'lgani uchun ushbu texnikani akusherlik faoliyatidan mutlaqo olib tashlashgan, lekin mana haligacha ushbu texnikani qo'llab kelishadi. Hozirgi kunga kelib ushbu texnikadan qo'llash ancha kamaygan, lekin ba'zi bir raddomlarda haligacha bor, afsuski. Va keyingi manipulyatsiya bu tug'ruq jarayoni o'tib bo'lgandan keyin platsenta chiqadi, ya'ni yo'ldosh tushadi. Bu oxirgi etap va yo'ldosh tushgan paytda yo'ldosh o'zi tushishi kerak, hech qanaqasiga uni o'sha kindikdan tortish mumkin emas, uni majburlab chiqarish mumkin emas.
Bu holatda yo'ldosh yirtilib ketishi mumkin yoki bo'laklari onani o'sha bachadonida qolib ketish xavfi juda ham yuqori bo'ladi. Shuning uchun kindikdan yo'ldoshni tortib chiqarish qat'iyan man qilinadi. Vaqt kerak bo'ladi, kutish kerak bo'ladi va yo'ldosh o'zi butun holicha tushadi. Mana shu manipulyatsiya ham bo'lgan. Tug'uruq jarayonida siz shundoq ham hayot bilan kurashayotgan bo'lasiz, shundoq ham juda ham katta stressda bo'lasiz, lekin bu narsalarga уже xolis qolmaydi. Vrach bilan gaplashib unaqa qilmang deb kurashishga, gapirishga va ming afsuski mana shu holatlar men bilan ro'y bergan. Men tayyorlangan holatimda ham ro'y bergan. Ana o'shanda birinchi tug'ruqimdan keyin men o'zimga va'da berganman, ikkinchi tug'ruqimga men albatta bundan-da chuqurroq tayyorlanaman, bundan-da yaxshiroq tayyorlanaman va boshidan boshlayman tug'ruqga tayyorlanishni deb o'zimga va'da qilib, keyingi homiladorligim men uzoq kuttirmagan. Keyingi homiladorligim birinchi farzandim 8 oylikka to'lganida keyingi homiladorlik ro'y bergan va ikkinchi farzandimga homilador bo'lganman. Homilador bo'lishim bilanoq ana shu ayolni profilini topib kursini xarid qilganman. Bu safar umuman o'ylab o'tirmasdan, ziqnalik qilmasdan shartta borib, hattoki o'sha 2 baravar narx oshib ketgandi. Birinchi homiladorligimda kursi $300 ni tashkil qilgandi, lekin o'sha paytda $300 bo'lsa ham men ziqnalik qilganman, ammo ikkinchi homiladorligimda pulim yo'q joydan topganman shu pulni, уже kursi $500 ni tashkil qilgandi. Lekin men o'sha ketkizgan pulimga umuman achinmaganman va bu narsa menga kerakligini aniq ravon bilardim va kursini xarid qilib 2 oylik homiladorlik davridan boshlab shug'ullanishni boshlaganman. Avval boshidan barcha mashqlar, nafas olish texnikalari, o'zimni organizmimni o'sha ovqatlanish qoidalari, tug'uruq jarayonida har xil holatlar kuzatiladi va ularga qanday texnikalar qo'llash kerak, nimalarga tayyor bo'lish kerak, agar bola hali ham qorinda o'girilmagan bo'lsa qanday nima qila olamiz uni tug'uruq jarayonigacha o'girilishi uchun. Agar bola yuzi bilan kelayotgan bo'lsa biz o'zimizga qanday yordam bera olamiz? Agar tug'uruq jarayoni juda ham cho'zilib ketgan bo'lsa qanday yordam bera olamiz? Agar tug'uruq jarayoni to'xtab qolgan bo'lsa qanday yordam bera olamiz? Barcha ma'lumotlar bor edi. Men hamma narsaga tayyor edim, o'zimga ishonchim oshgandi. 9 oy, mana shu 2 oydan boshlagan bo'lsak 7 oy davomida har kuni mashqlarni bardavom bajarardim. Ovqatlanishimga juda ham katta e'tibor berardim, stressga juda ham katta e'tibor berardim va nafas mashqlarini ham erinmasdan, dangasalik qilmasdan har kuni bajarishni boshlaganman. Bu narsa nima uchun muhim? Bu narsani bilishni o'zi yetarli emas. Bu narsa bardavom bo'lishi eng muhim narsa. Chunki siz mana shu mashqlarni har kuni bajarar ekansiz, nafas mashqlarini yoki boshqa texnikalarni har kuni bajarganingizda siz tug'uruq jarayonida organizmingiz o'sha narsani eslab qolgan bo'ladi va sizga avtomatik ravishda o'sha o'zi qilishni boshlaydi. Ya'ni siz eslab olishingiz ham kerak emas. Buni qanday qilish kerak edi deb qiynalib ham o'tirmaysiz, chunki avtomat tarzda organizmingiz bu narsaga ko'nikkan bo'ladi. Bu narsani qanaqa qilish kerakligini o'zi biladi. Aynan shuning uchun tug'uruqda siz qiynalmaysiz va hammasi o'z o'rnida ketadi, hammasi joyida bo'ladi. Ko'p holatlarda mana aytamiz, ikkinchi tug'uruq osonroq bo'ladi, uchinchi tug'uruq osonroq bo'ladi. Bu nimani hisobiga? Birinchidan o'sha yo'llari yetarlicha tayyor bo'ladi, ya'ni yo'llari bu o'tgan tajribani eslab qolgan bo'ladi. Biz buni yana qilishni bilamiz. Biz avval buni qilib ko'rganmiz. Endi buni yana qila olamiz degan organizmda mana shu signallar bo'ladi. Va o'zimizni psixoemotsional tarzda ham bu narsaga tayyor bo'lamiz. Chunki birinchi marta buni qanaqa bo'lganini bilamiz, his qilganmiz, qancha vaqt cho'zilishini bilamiz va keyingi farzandimizda ham biz shu narsani kutamiz. Ha, birinchisida bunaqa bo'lganda, demak ikkinchisida ham shunaqa bo'ladi. Va bunaqa narsa menga yordam bergandi. Endi ikkinchi farzandimda ham mana shu narsa menga
yordam berishi mumkin va mana shu ong ostida biz bu narsaga tayyor bo'lamiz. Tayyorlanish ham, mashg'ulotlar o'tash ham mana shu narsa bilan bog'liq. Siz o'sha homiladorlik davrida tug'ruqgacha tos suyaklarini tayyorlasangiz, mushaklaringizni tayyorlasangiz, ular sizga tug'ruq jarayonida yengil xizmat qilib beradi. Sizga yetarlicha siz harakat qilmasangiz ham yo'llaringiz oson ochilib beradi. Lekin biz tayyorlanmasak, biz o'sha narsani 9 oy davomida qilmaganmiz. Yo'llar qotib yotibdi, suyaklar qotib yotibdi. Bu harakatni hech qachon qilib ko'rishmagan, tayyorlanmagan narsa albatta tayyorlanmagan mushaklar, suyaklar albatta bizga juda ham qiyinlik bilan ochilib beradi. Va bu sizga tabiiyki og'riqli jarayon bo'lib sodir bo'ladi. Aynan shuning uchun tug'ruqga tayyorlanish juda ham muhim. Jamiyatimizda ayollar sport bilan shug'ullanish ko'p kuzatilmaydi va o'sha biz hozirgi kunda zamonaviy ayollar ayniqsa ofis ishlarida ishlaniladi yoki institut davri, maktab davri biz faqat o'tiramiz. Kam harakatlik juda ham ko'p uchraydi. Faqat o'tirib qandaydir ishlarni bajarish, o'tirib dars qilish va bizda o'sha jismoniy mashg'ulotlar hayotimizda juda ham kam. Aynan tos suyaklarimiz ishlaydigan, oyoqlarimiz ishlaydigan harakatlar hayotimizda juda ham kam. Hattoki katta bo'lganimizdan keyin ham biz katta farzandlarimizni parvarish qilarkanmiz yoki uy ishlarini qilarkanmiz, barchasini qo'limiz bilan bajaramiz. Og'ir ishlarni, u ko'chaga suv sepamizmi, uy yig'ishtiramizmi, divarlarni ko'tarib tekin yig'ishtiramizmi, hammasida bizni qo'limiz rol o'ynaydi. Lekin biz unutib qo'yamiz, aynan bizga kerak bo'lgan organlar, tug'ruq jarayoni, chambarchas mana shu tos suyaklari bilan, ya'ni tanani pastki qismi bilan bog'liq bo'ladi. Aynan shuning uchun juda ham muhim bu narsalarni o'z vaqtida faoliyatini yaxshilashni va tug'ruq jarayonida bizga ular yaxshi xizmat qilib berishi uchun o'z vaqtida ular bilan shug'ullanishni. Ikkinchi homiladorlik davrimda shahar chetida hovlida yashardik. Dala hovli olgandik va u o'sha juda ham ko'plab raddomlardan uzoqda edi. Men borishni xohlagan raddomlardan juda ham uzoq bo'lgani uchun bir tarafdan xafa bo'lardim va qayg'urardim qaysi raddomni tanlashni, chunki raddom baribir uyga yaqinroq bo'lishi kerak. Har qanaqa holat bo'lishi mumkin. Zudlik bilan yetib borish uchun juda ham uzoqda bo'lishi kerak emas. Raddom tanlash, vrach tanlashga juda ham boshim qotardi. Lekin taqdir taqozosi bilan oxirgi oylarda biz ko'chadigan bo'ldik va qaytib shaharga ko'chib keldik. Mana shu tug'ruq jarayonida tayyorlanardim va turli xil yengil tug'ruq videolarini ko'rardim. Ko'proq yengil tug'ruq kontentlarni iste'mol qilardim. Chunki bu nima uchun muhim? Ko'pincha biz kichkinalikdan tug'ruq bu qiyin, tug'ruq bu og'riqli, bu juda ham azobli deb bizga vahimali qilib ko'rsatishadi. Atrofimizdagi barcha gapiradigan, aytib beradigan odamlar ham va shuningdek media orqali, mass media orqali, internet tarmoqlarida, hattoki filmlarda har doim ayol juda ham qiynalgan holatda ko'rsatiladi, baqirgan holatda ko'rsatiladi. Bu juda ham noto'g'ri narsa. Aslida tabiiy tug'ruq umuman bunaqa ko'rinishda bo'lmaydi va ko'p holatlarda yengil kechadi. Ammo mana shu mass media orqali bizga psixoemotsional tarzda ta'sir bo'lgan va ong ostida mana shu ustanovkalar bor. Tug'ruq og'riqli, tug'ruq yomon degan narsa o'rnashib qolgan va bu narsa bilan kurashish uchun siz ko'proq yaxshi hikoyalarni eshitishingiz, yaxshi yengil tug'ruq videolarini, kontentlarini iste'mol qilishingiz, ko'proq o'zi tug'ruq qanaqa kechishi haqida suhbatlashishingiz va bu tabiiy jarayon ekanligi, bu narsa bizga Alloh tomonidan ne'mat qilib berilganligi va bizni tanamiz bu narsaga qodir ekanligini his qilishingiz kerak va bu narsa ishonch uyg'onishi uchun mana shu ko'proq yengil tug'ruq haqida eshitib ko'rish kerak bo'ladi. Va men ham mana shu yengil tug'ruq videolarini juda ko'p ko'rardim. YouTube platformasida yana o'sha kursda berilgan videolar bor edi. Hattoki tabiatdagi hayvonlarni tug'ruqlarini kuzatardim. Chekka qishloqlardagi onalarni tug'ruqlarini kuzatardim va mana shu tug'ruqlarni kuzatib turli xil suvda tug'ruq, basseynlarda tug'ruq yoki uyda tug'ruq kabi videolarni ham kuzatib juda havas qilardim. Qaniydi o'sha imkoniyat bo'lsa, mana shunaqa sharoitlarda
tug'uruq bo'lsa, mana shunaqa suvda aynan og'riqli paytlarini o'tkazish imkoniyati bo'lsa, afsus bizda shunday raddomlar yo'q, afsus menda hozir bunday imkoniyat yo'q deb juda ham xafa bo'lardim bir tarafdan, lekin ishonishdan to'xtamasdan harakat qilib tayyorlanishni davom ettiraverardim va oxirgi homiladorlikning oxirgi oylariga kelib biz shaharga ko'chib o'tdik va yangi uyimizga birinchi bor kirganimda o'zim hayratda qoldim. Ya'ni juda ham o'sha xohlagan butun sharoit, ya'ni keng uy, issiq va hattoki o'sha vannalari keng, katta vannalarga ega ekanligi, bo'lmasam bu uyni men umuman tanlamaganman. Xo'jayinim borib o'zlari tanlab gaplashganlar. Juda ham tezlik bilan ko'chishimiz kerak bo'lgani uchun va men borib ko'rganimda aynan men xohlagan sharoitlar bo'lganidan juda ham xursand bo'lib ketganman va bu yana bir mo'jiza ekanligiga, qanchalar ichimizda bir narsani xohlasak, qanchalar bir narsaga tayyorlansak, albatta u narsa biz tarafga ham kelib boradi. Yo'q, bu narsa mendan uzoq, men bu narsa hozir men imkoniyatim yo'q, buni hozir men qilmayman deb o'tirursak, o'sha narsaga yetishimiz shunchalar uzoqlashib ketadi. Va mana shu yangi uyimizga ko'chibmizki, 15 kun o'tib, aynan o'sha kun kelgan va bu kun haqida tug'uruq jarayonim, aynan ikkinchi farzandimda yengil tug'uruq qanaqa o'tgani haqida sizga ikkinchi qismda batafsil aytib beraman. O'zim qanaqa texnikalardan foydalanganim va menga nimalar yordam bergani haqida keyingi qismda sizlar bilan gaplashamiz. Uning uchun sizlardan izohlarda 500 ta kommentariy kutib qolaman va 500 ta kommentariy bo'lganda ikkinchi qismda sizlarga batafsil tug'uruq jarayoni haqida aytib beraman. Layklaringizni ayamang, izohlaringizni ayamang va keyingi qismda, keyingi videoda ko'rishguncha.